Diqqat bizda shok xabar. Husanov avtogol urgan o'yinda City ochko yo'qotdi. Batafsil videoda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videorolikimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizdan hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Kamchilik va ovozda bo'lgan bo'g'ilish uchun hammadan uzr so'raymiz. Angliya Premyer Ligasi 29-turi doirasida Manchester City o'z uyida Braytonni qabul qildi va 2-2 da durang qayd etdi. Ushbu bahsda shaharliklar safida o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov 48-daqiqada o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Ushbu bahsda Husanov asosiy tarkibda boshladi. Dastlab Erling Haaland 11-daqiqada penaltidan gol urib hisobni ochdi. Mehmonlar himoyachisi Estupin jarima zarbasidan gol urib hisobni tenglashtirdi. Taym oxirida Omar Marmush mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi taym boshida esa Hinshelvin zarbasidan so'ng to'p Husanovga tegib darvozadan joy oldi. O'yin yakuniga qadar hisob o'zgarmadi. Shu tariqa Manchester City ochkolar sonini 48 taga yetkazib 5-o'rinda joyladi. Durangga erishgan Brighton esa 47 ochko bilan 7-o'rin bilan band etdi. Shu bilan yangiliklarimizni oxiriga yetdi. Biz Abduqodir Husanovga kayfiyatini tushirmaslikka va ko'nglini ko'tarishga hammasi oldinda va omad tilagan holatda o'z videorolikimizni yakunladik. Ovozimiz sal bo'g'ilib qolgani uchun yaxshi videomiz chiqmagan bo'lishi mumkin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, like bosing va izohlarda kommentariyalar qoldiring.